Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Voqea qissa. Bir kishi o'zi haqida hikoya qilib shunday deydi. Ishim shaharda edi. Shaharda yashar edim. Ota-onam qishloqda, ularni ziyoratiga 2 kunda bir, 3 kunda bir borib turardim. Qishloq bilan shaharning o'rtasida bir necha soatlik yo'l bor edi. Ota-onamni ziyoratiga chiqib, farzandlarim bilan borib, ularning oldidan qaytib kelayotgan edik. Singlim ham bizga qo'shilib oldi. Singlim ham birga kelishini xohlab mashinaga chiqib o'tirib oldi. Ayolim, 2 ta o'g'lim, 1 ta qizim bor edi. Hammamiz mashinada suhbatlashib ketar ekanmiz, kulishib borar ekanmiz. To'satdan mashinamiz baxtsiz hodisaga duch keldi. Mashinamiz aylanib ketdi. Nima bo'lganiga aqlim yetmay qoldi. Bir necha lahzalar o'tdi. Ikkala o'g'lim ham shu lahzada vafot etishdi. Qizim shol bo'lib qoldi. Ayolimning boshiga zarba tekkan edi, hayot bilan o'lim orasida turibdi. Singlim esa komaga tushib qoldi. Bir lahzada. Tasavvur qilib ko'ring, ayoli, singlisi 3 ta bolasidan birdaniga ajrab qolishdi. Bir necha lahzalarda bor yo'g'idan ajraldi. Yana musibatning kattaligini ko'ringki, farzandlari va ayoli o'zini qo'lida jon beryapti. Singlim va qizimning oldida shifoxonada uzoq o'tirdim. Lekin keyin baribir uyga ketishga to'g'ri keldi. Uyimga qaytib bordim, hovlidan ostonxolab kirdim, to'xtadim. Uyim bo'sh. Bolalarimning ovozlari va kulgularini eshitib turgandayman. Ayolimni xuddi uyda turgandek his qilyapman. Ularning hammalari bordek, xuddi hech narsa bo'lmagandek tuyulyapti. Ammo haqiqat bunday emas. Endi bu uyda qanday qilib yashayman? Shunday odamlar bor, birodarlar, ana musibat. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un desa ham ketdi ular. Jazavaga tushsa ham ketdi ular. Shunaqa odamlar bor. 3-4 chaqasini yo'qotib qo'ysa, o'zini tuta olmay qoladi, jazavaga tushadi. Mol safarga olib kelgan molidan foydasi ozroq bo'lib qolsa, o'zini qo'yarga joy topa olmaydi. Qo'lidagi ishchimidi, farzandimidi 3-4 so'mini zararga uchratib qo'yadigan bo'lsa, dunyoda ostin sunqib tashlaydi. Mo'min odam shunday bo'ladimi? Birodarlar, Alloh panohida saqlasin. Bu kishining hikoyasi har bittamiz boshimizga kelib qolishi mumkin. Alloh xohlagan lahzada Alloh saqlasin. Lekin insonda boshiga yubtalal mar ala qadari dinihi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, kishi iymonidagi salobatga qarab, dinidagi salobatga qarab imtihonga uchraydi. Iymonida salobat, quvvat bo'lsa, imtihon shunga yarasha keladi. Va bashiris sobirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biron musibat kelganda, albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytuvchilarmiz deydigan sabirlarga xushxabar bering. Birodarlar, Allohning sinovi, musibati, balolari kelganda odamlar ikkiga bo'linadi. Sabir bandalar, jazobaga tushadigan bandalar. Sinov har xil bo'ladi. Qo'rquv, ochlik, kambag'allik, kasallik, yaqinlarning vafotlari. Oqil kishi mana shunday qalbiga yoqmaydigan makruh ish sodir bo'lganda 2 og'iz so'zni aytishlik kerak. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohnikimiz, o'zimiz ham, molimiz ham, hamma narsamiz Allohniki va inna ilayhi roji'un. Albatta uning huzuriga qaytib borguchidirmiz. Agar kim mana shu kalimalarni aytsa musibat kelganda, inna lillahi va inna ilayhi roji'un, unga 3 ta mukofot bor. Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahma va ulaika humul muhtadun. Ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir. Ana o'shalar haq yo'lni topguchidirlar. Musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deganlarga birinchisi Robbilari tomonidan salovat bor. Ikkinchisi Robbisi tomonidan rahmat va'da qilinyapti. Uchinchidan hidoyat topganligi aniq bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo doim o'zini qazo qadariga rozi bo'ladigan, qalbiga yoqmaydigan makruh sodir bo'lganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydigan solih bandalardan qilishni so'raymiz.